Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Qarang, mana tabiat qo'ynida bir choyxona ochaman. Mana hozir sezoni kelyapti, qarang, supachalarini. Shunday powerlar bo'lsa, jilashlar bo'lsa, mana sizga uchrashaveradi. Men hozir nomerlarni qoldiraman. Mana juda chiroyli joylar. Lekin bu merakini ham ortda qoldiradi, sindiradi deyolmayman. Ularni ham rizqi bor, ular ham tadbir qilyapti, ishlayapti. Lekin bu joyda oldin ham kelib ko'rgan, ayniqsa o'zimizda To'lg'a xalqiga juda yaqin joyda joylashgan supalari o'zimizda azaldan shu sherga kelib yeb ichib yurgan To'lg'ani odam sherga bo'lmasdi, odam ham kelib o'zi bu yerda rahbari ham bergan emas. Hozir sizlarga hamma joy ko'rsatib oxirida o'zim bilan ham gaplashtiraman. Faqat yoz sezonga juda zo'rda, mana 3 oy sezonda ishlayman, choyxona ishlataman deganlar uchun juda ham bir benazir joyda bu. Bu hozir shashlik pishirayotgan joylari, qozon o'choqlari ham zo'r joyda joylashgan. Kichkina gazxonachalari bor. O'ylaymizki, zo'r joy mana. Hayla To'lg'a ko'rinib turibdi. O'zimiz go'zal va navqiron To'lg'a qishlog'i mana qarang, qassobxonachalari bor. Kimda agar nimasi olsa, To'lg'adan gapiramiz. To'lg'adan gapirmay, qayerdan gapiramiz? Kelaveringizlar. Assalomu alaykum. Bo'la yaxshimisiz, zo'rmisiz? Yaxshimiz, zo'rmiz. Qanday sog'ayasiz? Keling. Bo'la. Qanday zo'r sharoit qilib tashlayapsiz. Hozir bir powerlik qilaman degan yigitlardan bo'lsa, sherga oshpozlik qilaman, men yoz sezoniga pivo u bunisi aylantiraman desa, mumkinmi sherga? Xohlagan odam kelsinda ishlab oylik kelarmi, baqirib qassobxona hammasini olib turib, chiqib qollardi, sizlarni men qo'lga endi meni yuragim. Qo'lga qalbi qaynab qulog'im. Mana ko'rinib turibdi. Hardan bir aynan to'g'ri kelaman menga. Shunday. Do'g'il maktabi biz o'qigan. Shunday. Mana shuncha xohlagan odam kelib ishlashi mumkin. Bu mana aytgandek mana sizning to'g'rida borga keyin ekan. Mana qarang, joy juda katta kengish, asraka va ustolar qilingan bergan. Hamma tashqariga mana bu asrakalarni turib, shotoga bo'ladi, bu yerga bo'lak qo'lg'am, shoqifam. Mana shu jannat vaqt kirib turib, ana bu kacharga suvlar tushyapti. Qochlarni o'ziga hammaga qolamaydi.